Assalomu alaykum qizchalar, hozir sizlar bilan namozlikni bichishni boshlaymiz. 5 metr matoni yuvib, tekislab yozdim. Mana 2 qavat holatida bo'y ipi, en ipi 2 qavat holatda buklov tarafi, ochuv tarafi. Eng tepa qismini tekislashdan boshlaymiz. Tekislab chizib oldim. Buklov qismi burchidan 9 cm, bu tarafga 10 cm belgilaymiz. Matomizning ochuv tarafini 8 cm tushamiz. Bu tarafdan bu yoqqa shu bilan bo'ynimizni birlashtiramiz. Yigirma 2 cm belgiladim. 22 cmdan 25 cmgacha. Ko'rasizlar, juda ham keng qo'lpirab ketishini xohlamasanglar 22 ni o'zi ham yaxshi turib beradi. Keyin qizlar, agar oldini tumachali xohlasanglar, buni koketkali qilib orqasidagi bichsanglar ham bo'ladi, yoki nabarot oldini ham orqasini ham bir xil xohlasanglar, xuddi shu bo'yicha oldi orqa bichib, faqat orqani 1 cm bu tarafiga qo'shib qo'ysanglar yetadi. Oldi taraflari hamma joyi bir xil bo'ladi, qo'ltiqlari. Mana bu chizig'imizdan pastga qarab 30 cm o'lchaymiz. Shu chizuvdan tekis 36 cm yuramiz. Tomondan bu yoq tarafga qaratib 55 cm o'lchavyapman. Ikkita chizuvni endi bir-biriga birlashtiramiz. Chiroyli qilib avval shaklini berib qo'yamiz qo'ltiqning tagiga. Tegi osilib qolmasligi uchun ozgina qiyalik beramiz. Oldi tayyor. Endi orqasini qilamiz qizlar. Orqasini tashladim. Mana bu joy tugagan joydan orqasini koketkasini qilaman. O'shaning uchun hozir chizib oldim. Orqa detali ikkiga bo'linadi. Bu 1-2 bo'lib bo'linadi. O'sha chizig'ini tushirib oldim. Buni hozir sekin orqaga qo'yib ko'chirib olaman. Birinchi bo'lib bunda ham tekislashdan boshlaymiz. Material 2 qavat holatda bor enini yozib olamiz.
Ustiga boya bichgan oldi bo'lagimizni joylashtiramiz. Sekin siljitib yubormasdan. Qizlar yeng tarafini joylashtirayotganda tekis joylashtirishga harakat qilinglar. Pastga juda ham katta qiyshayib ketib qoladi. 8 santimetrmi 8 ni mo'ljallab, o'lchab keyin qo'ysanglar ham bo'ladi. Videoda ham ko'rishingiz mumkin. Mana birinchi safar qo'yganimda katta ochilib ketdi-da, keyin tepaga tortganimdan keyin menga kerakli bo'lgan razmerda to'g'rilandi. Shunaqa qilib sizlar ham qiyshaytirib olmasdan qo'yinglar, bo'lmasam osilib qiyshuv bo'lib qoladi. To'g'ri joylashtirib olganimizdan keyin mashq qismiga 1 santimetr qo'shib ko'rsatilgandek chizib olinglar. Boya chizib olgan chizig'imizni orqa tarafga ko'chirib olaman. Keyin bunga 1 santimetr chok haqi qo'shib kesaman. Kerakli chizig'ini chizib olganimdan keyin kalta bo'lib qolmasligi uchun chok haqi qo'shib 1 santimetr chizib oldim. Bo'yin o'yinini 3 santimetrga 9 santimetr qilib chizib oldim. Orqa kaketga tayyor, kesib olishimiz mumkin. Orqamizni burmali hisobiga to'liq bitta etek kengligidan foydalandim. Qolgan qismini tekis qilib yozib olib, bor eniga orqa bo'lagimizni bichib olman. 145 santimetr bo'y qilgan edim. O'shandan 33 santimetr kaketkaga ayirib, qolgan qismni 1 santimetr chok haqi qo'shib, orqa etek qismini chizib olamiz. Osilib qolmasligi uchun yon tomonidan oldi tarafidagi 2-3 santimetr qiyali berib kesib olamiz. Tepa qismini tekis qilib kesib oldim. O'rtasiga obязательно belgi qo'yinglar, kaketkani olayotganda adashib ketmasligimiz uchun. Yengi uchun manjetini qilamiz. 4 qavat holatda ko'rsatilganidagi bo'y ipiga 22 santimetr eniga, bo'yiga 18 santimetr qilib chizib olamiz. Xohishga ko'ra 1.60, 1.70, 1.80 qanchalik katta keng xohlashingizga qarab sharfini seli material enidan 2 ga bo'lib olamiz. Bir tarafi ishlatamiz. 70 santimetr olib turib, eniga bu yog'iga pirpirga qilib ham kamroq material sarf qilib qilsanglar bo'ladi. To'liq xohlasanglar shunaqa yarmini ishlatamiz, yarmi qoladi. Ikkita namozni chiqazayotgan bo'lsanglar bir xil materialdan, shunda sizlarga bitta sharfga ketadigan materialdan ikkita chiqazsanglar bo'ladi. Ortiqcha bo'lib qolib ketmaydi. Bo'lmasam shunaqa yarmi qoladi. Hamma detallarni bichib bo'ldik. Endi tikamiz.